Umar ibn Hattob roziyallohu anhu bu yoqda Madinada Amirul Mu'minin paytlarida, Shomda Abu Ubayda roziyallohu anhu vakilda. Hijratda 18-yili. Umr o'z oxiriga qarab ketyapti Abu Ubayda roziyallohu anhu. Umar ibn Hattob bildilarki, u joyda vabo kasalligi tarqadi. Ichida Abu Ubayda roziyallohu anhu qolib ketdilar. Amirul Mu'minin xat yozdilar. Xatni Abu Ubaydaga jo'natdilar roziyallohu anhuga. Ey Abu Ubayda, birodarim dedilar. Agar bu maktub sizga kechqurun yetib borsa, tong otmasdan Madinaga qarab keling. Agar tongda yetib borsa, kech kirmasdan turib Madinaga qarab keling. Sizni sog'indim. U joyda qolmang. Siz bizga keraksiz, deb maktub yozdilar. Abu Ubayda roziyallohu anhu maktub o'qidilarda, maktubni yozib Umar ibn Hattob roziyallohu anhu ga jo'natdilar. Allohning salomi bo'lsin sizga ey Amirul Mu'minin. Men bu joyda shuncha yil xizmat qildim. Endi bularni tashlab keta olmayman. Inshaalloh diydor qiyomatga ko'rishamiz. Keyin maktub Abu Ubaydadan Umar ibn Hattob roziyallohu anhu ga keldi. Kelib Umar ibn Hattob roziyallohu anhu yig'ladilar. Yig'ladilarki, atrofdagilar maktubni o'qib turgan Umar ibn Hattobni ko'rib, Abu Ubayda o'libdimi? Deyishgan. U oxirigacha omonatdorligicha qoldi degan ekanlar-da. Keyin Abu Ubayda ibn Jarroh roziyallohu anhu oxirida vasiyat qildilar. Vafot etib ketishlariga yaqin qoldi. Vasiyatlari: ey mu'minlar, mana vasiyatni qaranglar, qanaqa go'zal. Uyimni xatlab beray, joyimni xatlab beray. To'g'ri vasiyatlar kerak, lekin farzandga qoldiriladigan vasiyatni ham go'zalligini qarang. Ey mu'minlar jamoasi, Allohdan qo'rqib yashang. Allohga taqvo qiling. Namozni qoyim qiling, namozingizni qoldirmang, namozga mahkam bo'ling. Zakotingizni bering, zakotdan qochmang. Ro'zangizni tuting. Siz omonatdor bo'ling. Bir-biringizga nasihat qilib turing. Chunki nasihat qilinmasa bir-biriga insonlarning shayton qalblarini egallashni boshlaydi. Ey mu'minlar jamoasi, Alloh azza va jallaga yo'l qo'yadigan kuningizda tayyorgarligingizni ko'rib qo'ying. Bu yoqdagi omonatlarni egasiga topshirib, tayyorgarligingizni ko'rib yashang. Oxiratni o'ylab yashang. Allohdan qo'rqing. Dunyo o'tkinchi. Aniqki dedilar. 1000 yil yashasa ham bu insonlar mana bu holatimga tushadi albatta dedilar. Ya'ni o'ladi baribir. 1000 yil yashasa ham o'ladi. Oxiratga tayyorgarligingizni hozirdan boshlang. O joyda Muoz ibn Jabal turadilar. Ey Muoz, men o'lsam janozamni o'qib bergin dedilar. Topshirishni ham ko'ryapsizmi? Eng taqvodorga topshirib ketyaptilar janozani. Maqtaydiganiga emas, ulug'laydiganiga emas, balki shu janozamni o'qiginki, sen o'qisang inshaalloh yaxshi bo'lar deb umid, har bir soniyasida umid qilib ketishyapti-da. Muoz ibn Jabal roziyallohu anhu janozani o'qidilar. Yig'lab o'qidilar. Hijratda 18-yili, ya'ni 58 yoshga yetganlarida omonatni Abu Ubayda ibn Jarroh roziyallohu anhu egasiga topshirdilar. Kasallik bilan Urdun shahrida vafot etdilar. O'sha joyga ko'mildilar. Muoz ibn Jabal roziyallohu anhu odamlarga qarab, bugun sizlar eng yaxshilaringizni boy berib qo'ydingiz. Bugun sizlar eng omonatdoringizni boy berdingiz. Eng hayoliy insonlaringizni boy berdingiz. Bugun sizlar Allohdan eng ko'p qo'rqadigan odamingizni boy berib qo'ydingiz, deb ummatga nasihat qildilar. Nasihatni ham go'zalligini qarang.